Mana bu ishiga e'tibor bersanglar, bu eshigimiz bor. Odam o'zligi uchun qilinganini shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Uyimiz juda ham eshigiga e'tibor bersangiz, juda ham katta qilingan va og'irgina bo'lib turibdi. Bu uyimizni ko'rsanglar, bu zal qismi bo'ladi. Zal qismiga e'tibor bersanglar, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu xonalardan shuni chiqqanimizda bizda bu o'ng tomonimiz bizda radskiy Ispaniyamiz hisoblanadi. Birinchi qavat uchun. Endi sizlarga bu xonada, ya'ni keyingi xonalarga o'tib ketadigan zonamiz. Bu yerda podvorga tushib ketadigan zonasi va uyimizning ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi. Uyimiz bu yerda ko'ryapsiz, juda ham kattagina hol va bu tomoni bizada oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxona qismimiz eshiklariga ham e'tibor bersanglar, shunaqa panoramli va juda ham katta qilib qo'yilgan eshiklari. Uyimiz ko'ryapsizlar, juda ham eksklyuzivniy uyimiz bo'ladi. Bu uyimizni boshqa joyda ko'rmagansiz va boshqa odamlar qo'ymagan. Shuning uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Uyimiz ko'rdinglar, yuringlar, endi yana bitta joyini ko'rsataman sizlarga. Bu tomonni shuni o'tganimizda, bu tomonda aytganda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va bu tomoni bizning sanuzel qismi. Sanuzel qismlariga e'tibor bersanglar, juda ham chiroyli qilingan. Keling, mana joyini bitta ko'rsatay sizga. Bu o'zimiz birinchi qavat uchun общий sanuzel qismi bo'ladi. Bo'ldi Ismoil, endi ko'rdik. Uyimizni endi narxini necha pul Ismoil desanglar, bu uyimiz 2 million dollar deb aytilyapti. Ya'ni start narxi, bundan keyin yana o'tib beradigan joyi bor va past telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqing.